o'tdi. Ha, 400 millik. Uni 300 milligini 0710 ga qo'ydik. Qolgani 1040 ta. U katta balansli ko'rinadi. Toldek bo'lib ko'rinadi. Keyin uni qaytarib egasiga berishimiz mumkin. Masalan, kerak bo'lmadi deb shunaqa boshdan bo'lib o'qigandirmiz. Ularni keyin ko'ramiz. Xo'p, endi o'rnatiladigan uskunga qo'yildi. Xo'p, o'rnatiladigan uskuna uchun o'rnatish xizmati nima qilindi? Sotib olindi. Asos nima? Asos shu faktura. Shu faktura, to'g'ri. Asos